Bid'atchilikning sababi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tövende dehtanlağa Şeyh Salim el-Hilali hafizahullah'ın bid'at ve onun ümmetki sağan ziyanları risalesinden 7. bab bid'atchilikning sebepleri temisini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bid'atchilikning sebepleri. Birinci, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti ve hadis usulü cihetteki bilimsizlik. Ahval şundaki, bu cihette ilmi yetersiz kalganlar hadislerinin sahih zayıflikini ayıralmaydı da, şu sebeplik zayıf ve tokulma hadisler köpeyip ketiverdi. Mesela vahdetul vücud, yani mahlukatның ulug' Allah bilan birleşip ketadiganligini ilgari suradigan nurg'un so'pilar tarafidan qabul qilingan favqulodda chirkin aqida. Vahdatul vücud bid'ati tuvandiki asossiz to'qilma hadisga tayinidi. Meni asminimmi, ziminimmi qo'rishiy olmadi. Faqat mu'min bendemning qalbila meni qo'rishidi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning nuri to'g'risidagi bid'atmi? Ey Jabir, Allah yaratgan tunji narsa payg'ambarining nuridir degan to'qilma hadisga tayangan. Jami mahluqatning Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sabablik yaratilganligi to'g'risidagi bid'atmi? Sen bolmasan kainatni yaratmas edim degan to'qilma Kuddisi hadisiga tayangan. Bu hadisni o'qigan nadan shuni bilmaganki, jimi mahluqatlar bo'lmagan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib avatilmagan bo'ladi. Bu haqda Allah subhanahu va taolo shunday degan. Tarjimasi: biz seni faqat bütün ehli jahon uchun rahmat qilibla avatdik. Sure Enbiya 107. ayet. İkinci, insanların fatva beriş, o'qitish ve Allah'ın dini cihetlerde bilimsiz halda sözleydiğin nadan kişilerini özlerine yolbaşçı kılıyoluşu. Bu sebepten havai heves ve köz qarashlarni merkez kıygan bid'atlarni yaxshi ko'rish xohishi avj olmoqda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Hakikaten Allah ilimni insanlarning kallasidan tartib olish bilan ilib ketmaydi. Lekin olimlarning vafoti orqali ilib ketadi. Olim qolmagan chaqda kishilar nadonlarni yetakchi qilib oladi. U nadonlardan fatvo so'ralsa, ilimsiz holda fatvo berib özünümü, başkalarını azdırdı. Bukhari 98, Muslim 4828, Yaxşılar Bağçısı 1392, Tirmizi 2652 hadisler. Bu xil ahval kıyametinin alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Kıyametinin alametlerinden biri ilimnin kiçiklerden ilinişidir. Abdullah ibn Mübarek Zuhd 61. numara. Lalikai Şerh Usulü İtikadi Ehl-i Sünne vel Cema'a 102. sahih. Abdullah ibn Mübarek rahimahullah bu hadiste tilg'i ilingan kichiklar bid'at ahlini ko'rsatdi degan. Abdullah ibn Mübarek Zuhd 281. numara. 3. Şeriat dalalet qilmagan aqlmi qabul qilmaydigan odat va xurofotlar. 4. Taqlidchilik, ya'ni mujtahid imomlar to'g'risida ular xatolashmaydi deb e'tiqod qilish yoki shaxslarni xatolashmaslik jihatda payg'ambarlarga yaqin bir maqomga ega deb qarash.
Beshinchi, mutashabih oyat hadislarga eslab olish. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday degan. Tarjimanisi: dillarida agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga ergishadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundiradi. Sura Ali Imron 7-oyat. Alhamdulillah, yuqorida Sheyx Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari risolasidan bid'atchilikning sabablari temasini angladinglar. Kelar qitimda bid'atning xatiri temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.